Bosh aylanishlarim 95% kamaydi. Bir hafta ichida ancha o'zimni yaxshi his qilishni boshladim. Sonniy arteriyamni ochtirganman. Yuragimni ochib, oyog'imdan tomir olib, yuragimga tomir ulatgan. Hafiza opa nima shikoyatlar bilan kelgandingiz? Men 2020-yil sonniy arteriyamni ochtirganman. Okklyuziya bo'lganda yo bir Stenoz deb tashxis qo'yishgan. Boshim juda ham qattiq aylanardi. O'tdan operatsiya bo'lib o'tgan edim. Keyin 2 yil oldin AKSH yuragimni ochib, oyog'imdan tomir olib, yuragimga tomir ulashgan edi. O'shandan keyin hamma dorilarni vaqtida ichib yurardim, lekin yana mana shu oxirgi payt boshim aylandi yana. Shu yerga men kelganimdan keyin bir hafta ichida ancha o'zimni yaxshi his qilishni boshladim. Bosh aylanishlarim 95% kamaydi. Metodlaringiz bo'yicha o'zimni juda ham yaxshi his qildim, chunki men nimadan xavotir olardim? 18 yildan beri men saharli diabetman. Kuchli og'ir operatsiyalar. Bir 4 yil oldin oyog'imga endi protez qo'ydirganman. Yozgan dorilaringiz hammasi birinchi kundanoq effektini sezdim. Bosh aylanishim kamayib bordi. Hozircha ozgina bor, u ham menimcha sekin-sekin qolsa kerak. O'zim sezyapman. Endi 7 kun bo'ldi. Lechini boshlaganingizga, Xudo xohlasa oxirigacha 10 kun davomida davolaymiz. Undan keyingi profilaktik maqsadda berilgan dori-darmonlarimiz bor. Yana vaqtida ichib turasiz. Xudo xohlasa boshlanishingiz ancha kamayib, Xudo xohlasa yaxshi. Juda ham sizlardan minnatdorman. Ayniqsa, ablahat ota-onangizga ming rahmat o'qitishgani uchun duo qilaman sizni.